Assalomu alaykum barchaga. Mana 6000 litrli tarozimizni ham xudo xolasa o'rnatib bo'ldik. Akamizga o'rnatib berdik. Jida kapaga mana shu zapravkani oldiga darvozachilar hamma O'zbekiston bo'ylab darvoza tarqatib turgan yerda mana shu yerda taroz o'rnashdi. Bu tomon mana bu yo'l daladan chiqib kelish, qovun tarvuz, yer yong'oq, silos va hokazo. Xo'p, bu tarozimizda qolgan tarozilardan afzallik tarafi hech qanday inson omilisiz mana bunday sammoyka, как sammoykada ishlaydi. Ekrani hozir kamerada shunday ko'rinyapti, attak bu qimirlagani yo'q. Mana 5000 so'rayapti. Ustiga odam chiqsa 5000 pul so'raydi. Ustiga yuk chiqsa 5000 pul so'raydi. Xo'p. Nastroykasini har xil qilsa bo'ladi. Hozir 1,5 tonnagacha 5000, 1,5 tonnadan 7 tonnagacha 10000 so'm, 7 tonnadan 15 tonnagacha 15000 so'm. Xuddi shunday nastroyga bo'ladi, xohlagan tonnalaringga qarab. 24 soat tarozi ishlaydi. Pul tiqasiz, bu yerdan chek chiqadi. Tara, hamma narsasi bu yerda, informatsiyasi bu yerda chiqib keladi. Kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar.